Mana o'rtoqlar, bu tovuq go'shti. Tovuq go'shtini marinovka qilib qo'yganman. Mol go'shtini shunday svejiy bo'yicha to'g'rayman-da. Qozonlarni qizdirib qozonga tiqaman. Kartoshkani mana bunaqa qilib, maydalab, chiroyli qilib suvga solib qo'yib qo'yganman. Mana mol go'shtini ham mana shunaqa qilib mayda-mayda qilib to'g'rab oldim. Qozonimiz qizidi, bir cho'mich solaman. Undan ko'p yog' solmayman. Go'shtimizdan sovoldik. Endi buni yaxshilab qizilgina qilib qovuraman. Bu go'shtga tuz sepmaymiz. Negaki, narigani tovuq go'shtini marinovka qilingan soya bilan, tuzi, hamma narsasi bor-da. Marinovka qilingan tovuq go'shtini ham birga o'sha soldik. Mana zelenlarni ham olib kelib oldim. Salat bargini ana shu boylangan joyigacha kesaman deb bu yog'ini ovqatga sovuraman. Mana go'shtni o'rab yeydigan tomonini alohida qilib olib, bu tarafini alohida qildim. Zelenlarni shu kattalikda to'g'rab olamiz. Ancha yetilib qoldi. Mana bu kartoshkamizni ustiga terib chiqaman. Keyin buni ustidan bu zelenimni terib chiqaman. Mana shunday qilib hamma narsasini soldik. Ana endi buni dimlaymiz. Chiroyli qilib. Ungacha mana bu papdonga guruchlarni qo'ydik. Guruch ham hozir 15-20 minutda pishib chiqadi. Ana qozonimizni ochdik. Kartoshkalar ezilib chiroyli bo'libdi. Ro'zalarimizni ochdik. Endi tatib ko'rsak bo'ladi. Mana ovqatchalarni suzdik. Hammasini. Mana bu guruchchalari. Mana. Voy canım kızım bana. Ay canım kızım ne? Kaç, sabahları kaç. Koma gene onu kaç. Estamı. Mayli endi tamam. Pashol usta. Mana bu guruchlar.